Nasha mahallamiz ahvoli shu mana. Sheben to'kkanimizga ham ancha yil bo'lib ketdi. Shebenlar yo'qolib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Chuqur bo'lib hamma yo'q manaqa suv bosib ketadigan bo'ldi. Bu yomg'irning suvi bir kun ertalabdan obedgacha yoqqandagi holati bu. Agar endi yomg'irgarchilik kunlarda, misol 2 kunlab, 3 kunlab tinmay yomg'ir yog'adi, betlar suvga to'lib ketadi. Даже velosipedda yuradigan odamlar ham qiynaladigan darajada bo'lib ketadi. Mana shu ahvol. Shebenlar yo'q bo'lib ketgan. Dal shu yoqqacha asfaltimiz bo'lishi kerak aslida. Mana bu yog'iga ham mana shu sheben to'kkanimizga ancha yil bo'ldi. 4 yil bo'ldimi yoki 5 yil bo'ldimi? Shu shebenlari mana daji yo'q bo'lib ketyapti, surilib chiqib ikki chekkaga. Mana shu onaqacha asfalt bo'lishi kerak. Mana. Bu yoqda dalshi yana aholimiz bor. Bir 5 ta 6 ta xonadon bor, xo'jalik bor. Bu yoqda yashaydi. Bu yoq ham xuddi shunaqa sheben bo'yicha turibdi.